Mana bugun biz Andijon shahrimizning O'zbekiston Trading Center markaziga tashrif buyurganmiz. Bugun andijonliklarimiz uchun anjancha yo'nalishdagi savollarni berib o'tamiz. Shu savollarimizga to'g'ri javob bergan ishtirokchilarimiz uchun 100 ming so'mdan pul mukofoti hamda chiroyli sovg'alarimizni berib o'tamiz. Tayyormisiz? Unda biz boshladik. Sizga savol beramiz. Shu savolimizga 5 sekund ichida to'g'ri javob bera olsangiz, 100 ming so'm pul mukofoti bor. Mayli. Hali uylanmaganlar salomat bo'ling. Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomini aytib bering. 1483-14-fevral. Mana shu yo'lda bilar ekan, ko'zi zo'r ko'rar ekan deb. Hozir ko'ryapsiz shekilli, aka. Hozir ko'ryapsiz. Yo'q, men o'qiyman, talabaman aka. Bunaqasi bo'lmagan. Voy mashalloh. Aka. Mana shu 100 ming so'm pulni yutib oldingiz ekan. Rahmat aka. Akamiz mana Bunaqa o'yinlar ko'p-ko'pdan qilinglar. Bo'pti, hisob kitobini qilib pulimni to'lab ketaydi. akamiz bittada aytib berganiga qoyilman aka. Andijon marojniga kelinglar. Kutamiz. Telefonim akidini qaytarib hozir. Xo'p, sizga savol beraman. Shu savolimizga 5 sekund ichida javob bera olsangiz, 100 ming so'm pul mukofoti bor. Rozi. Zahiriddin Muhammad Bobur nechanchi yilda tavallud topgan? 1983 adashmasam. Mana psixolog. Yo'q, bo'ldi topolmadim. 63 mida? Ozgina kechasi yaxshi uxlamayman. Yana bir o'ylab ko'ring, mana sizga yana bitta imkoniyat beramiz. O'qimaganman kitob. Biz o'zimiz tushunib olamiz, biz ham tushunib olmasmiz. Mayli, niyatingizga yeting aka. Mana azizlar, ko'rib turganingizdek Andijon shahrimizga oid savollarni o'zimizning andijonliklarga berdik. Keyingi ko'rsatuvda qaysi lokatsiyada bo'laylik? Kommentariyaga yozib ketinglar.